Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz navbatdagi oshxona mebelimizni olib kelib stanovga qilib bitkizdik. Bu oshxona mebelimizni Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Qo'rsoqol qishlog'iga olib keldik, Hojdog'on uyiga. Xudo xolasa bu ishlarimizni chiroyli qilib o'rnatib bo'ldik. Razmeri, narxigacha aytib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'ringlar. Xudo xolasa chiqarib borayotgan ishlarimiz birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Videomiz yoqsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa boshladik. Bu oshxona mebelimizni razmeri 4 metr 1 santimetrga tushdi. Shu uzunligi Xolodilnikning va chekkasidan o'sha burchagigacha. Bu joyimizda gazimiz bilan yutishganimiz ulgib kelmagani uchun shu holatda olyapmiz. Devordan sal olib qochdik, rabochiy stolni katta qozon qo'ysa ham devorga tegmaydigan qilib tagiga pechlarini qo'yib berdik. Qosh soladiganlari, g'aladonlari, vakuumlarigacha qo'yib, chiroyli qilib berdik. Kafellari, plyunslarigacha germetiklab qo'yib berdik. Mana shu holatda uni dishiga ham joy qilib berdik. Mana tayyor torsa chiqaveradi, g'ildiraylik. Ko'tarib yurmaydi, yana qaytarib qo'yib ko'radi, mana surib. Bu tomonda suvlari tayyor ekan, ulab qo'ydik. Yaxshi. Xolodilnikimiz ustiga katta tumichka qilib berdik. Xamirjonlar ham bemalol tushaveradi. Mo'ykamiz ustida original shushulkasi bor, tarelka chinilar uchun. Bu tomonlarimizda mana chiroyligina xonalari bor. Bu oshxona mebelimiz Kashtan firmasini akrildan ishlatdik. Ichki korpusga rossiyskiy laminat qo'yib berdik. Doskalar rossiyskiy bo'ldi. Bu oshxona mebelning ichida mo'ykasi keldi, kafeli, sochiq ilgichlari, cho'ntagimiz, bitta taxta kashimiz, tagida diod chiroqlari ichida bo'ldi. Svetlarigacha mana chiroyli qilib rabochiy doskasi yop-yorug' turadi. Mana shu holatda chiroyli qilib o'rnatdik. Chekkalari plastmassa kromka bo'lgan, oshim-oshiqlari to'rttadan qatirilgan, turba ruchkalarigacha qo'yib berdik, tepa qoshlarigacha. Bu oshxona mebelimizni 4,1 santimetr, balandligi 2,20 bo'ldi. Kashtan firmani akrili oldi fasad, ichki korpus laminat bo'ldi. Bu mebelning ichida mo'ykasi keldi, qosh soladigan patnasi, diod, vishilkalar, cho'ntak, magnitlari bor, pichoq yopishtiradiganlar. Kafellarigacha mana germetika surkab, plyunslarni qo'yib berdik. Mana shu holatda. Bu oshxona mebelimizni 1 pogona metrini 2,2 million so'mdan tayyorlayapmiz. Общий narxi 8 million 200 ming so'mga olib kelib ustanovka qilib bitkizdik. Kimga ishimiz yoqsa murojaat qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Borib o'lchash, ustanovka qilish shu mebelning narxining ichida bo'ladi. Mana shu holatda mana. Video davomida xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ishlarimizni chiqarib boryapmiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar videoni ko'rganlar uchun.